Dunyo tarixidagi eng mohir, eng dahshatli snayper. 500 dan ortiq tasdiqlangan o'ldirish. Ba'zi manbalarda bundan ham ko'p. Bu odam butun dunyo tarixidagi eng mohir snayper. Simo Hayxa. Ikkinchi jahon urushi. Finlandiya. Qishki urush. Bitta mohir snayperga qarshi dunyo tarixidagi eng katta armiyalardan biri Sovet Ittifoqi armiyasi. U -40 gradus darajada, qor ustida, soatlab, ba'zan kunlab qimirlamasdan yotardi. O'zidan chiqayotgan issiq havoni berkitish uchun u o'z og'ziga doimiy ravishda qor solardi. U o'zining hamkasblari bo'lmish sovet merganlaridan farqli ravishda optikasiz, ya'ni hech qanaqa nishonga olish moslamasisiz jang qilardi. Bu uni qor yuzasida ko'rinmas va butunlay yengilmas qilgan sabablardan biri. Sovet askarlari orasida vahima ko'tarilgandi, chunki ularni qiyratayotgan snayper o'sha qorlar orasida turganini ular juda ham yaxshi bilishardi. Uning tarixda qolgan laqabi esa White Death, ya'ni oq o'lim edi.